Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva yangi Fanta Dushas. Fanta uslubidagi dushasni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Bugun biz Minecraftda hardcore o'ynaymiz, lekin bu hardcore oddiy bo'lmaydi. Har tomonlama mukammal sun'iy intellekt bizni ta'qib qiladi hamda bizni o'ldirishga harakat qiladi va biz bunda 30 minut ichida tirik qolishimiz kerak bo'ladi. Lekin bu oson bo'lmaydi. Ammo buni aksinchasi bo'lishi ham mumkin. Demak, biz boshlaymiz. Xo'sh, demak, startda bosamiz hamda va do'stlar, qaranglar. Qo'l cho'g'dek harakat qilishini qochish kerak. Demak, hozir biz daraxt chopishimiz kerak. Bir dona daraxt kerak hozir do'stlar. Tayoq uchun bir dona daraxt. Qana. Qana oldi. Endi ketamiz. Urishini mana buni ketga suzmasak bo'lmaydi. U asta suzsa kerak men uchun. Yo'q, oyoq bilan suzishini men bilan bir xil suzyapti. Qochish kerak. Tezroq qochish. Fizika qonunga to'g'ri kelmaydi. Hozir tezroq men bilan yog'ochga aylantirib olsak, keyinchalik tezroq cho'p yashashimiz kerak. Tez cho'p. O, ana yana urishamiz. Va nihoyat o'ldirdik. Endi daraxtlarni chopsak bo'ladi bemalol. Daraxtlarni keyin yog'ochga aylantiramiz, keyin vestakni ham yasab olamiz. Xo'sh, mana bu yerda g'or bor ekan. Hozir bu endi vestakni qo'yamiz. Birinchi dastlabki kilkamizni yasab olamiz. Birinchi aslahamiz uchun o'zimizga tosh olamiz va birinchi aslahamizni yasaymiz. Va buning yordamida boshqa kerakli o'zimizga narsalarni yasab olamiz. Keyin sigir o'ldiramiz va ko'mirlarni ham qazib olamiz. Yetyapti do'stlar, tezroq qochishimiz kerak. Bu nima o'tyapti menga? Vot temirli sovuqlarga kelibdi mana bular. Arbalet qo'lida qanaqasiga bot arbalet otishi mumkin. Hozir tezroq kemaga solamiz, qochamiz. Mana nihoyat kemada qochdik. Endi do'stlar, hozir tinchroq bir hudud topib olishimiz kerak. Va nihoyat tinchroq joyga keldik. Va endi bu yerdagi sigirlarni o'ldiramiz va tezroq ketishimiz kerak, chunki orqamizdan quvib kelyapti. Qana tezroq o'tira olamiz. Ajoyib. Endi quvib kelyaptimi? Quvib kelyapti. Xo'sh. Demak, u yerda kema bor ekan, borish kerak. Bu yerda normal tezroq topilsa kerak. Men o'ylaymanki, hozir bu sun'iy intellektning darajasi juda ham katta. Biz darajamizga to'g'ri kelmaydi. Biz sal kuchayib olishimiz kerak. Shuning uchun ko'proq resurс yig'ishimiz kerak. Hozircha kurasha olmaymiz. Ya'ni hozircha bellasha olmaymiz. Shuning uchun hozir sal kuchayib olish kerak. Tak, bu kemada bir nima bormi? Orqadan qo'li ham qo'yib kelyapti do'stlar. Uzoqda bo'lsa ham bunga farqi yo'q ekan-da. Endi bu kemaga kirishimiz kerak. Kema deb ham bo'lmaydi, takmaydi. Xo'sh, mana bu yerni teshib olsak, ashadan kiraveramiz. Bizga farqi yo'q. Bizga mashina bor. Sunduqlarni qaraymiz, tak bu yerda xarita, bu yerda esa oziq-ovqatlar. Men kutgandek narsa yo'q ekan. Men temir ma'lumotim bor deb o'ylabman. Biz bu qochish kerak, bu sekundiga yetib keldi orqamizda. Bu nimasi? Buncha tez bo'lmasa bu. Endi shunday qilib, hozirda faqat oziq-ovqatimiz bor. Shuning uchun tezroq resurs topishimiz kerak. Tak, orol topdik yana bitta. Tak, mashinalarga tushib olsak, endi vijivaniya qilish kerak. Bizga hozir temir kerak. Sababi kuchayib olishimiz uchun. Xo'sh, mana bu holda temir ko'rganday bo'ldim, qazib olishimiz kerak va endi anetta portal bor ekan. Hozir bir tekshirib olaylik. Tak, anaga borishimiz kerak. Demak, biz keldik. Endi tak portalda nima bor ekan? Bu sundugida qanaqa biz kutgandan ham ajoyib resurslar hamda do'stlar, biz kuchayib oldik. Endi menimcha raqobatlashishimiz mumkin. Endi yanada kuchayishimiz kerak. Bizga hozir normal resurslar. Mana bu yerda qishloq bor ekan. Hozir endi bu qishloqda sipirib chiqmasak bo'lmaydi. Orqamizdan yetib olyapti bot. Men ko'rganday bo'ldim. Demak, mana shu yerdan faqat qishloqdan non olsak bo'ldi. Keyin golemni o'ldirsak ham bizga yaxshi foyda bo'ladi. Kelmayaptimi? Kelmayapti. Bo'ldi, davom etaveramiz. Demak, bu yerdan sunduq, mana bu yerda non bor ekan. Nonlarni olamiz, juda ham kerak bo'ladi bizga oziq-ovqat. Va undan tashqari sun'iy intellektni yengishimiz uchun bizga yanada kuchliroq aslahalar kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt orqamizga qo'yib kelyapti, shuning uchun tezda qochish kerak. Orqamizdan silas kelibdi u. Bildirmagan holda hozir buni aylantirib aldash kerak buni. To'g'risi uni aylantirib aldirmoqchi bo'ldim, lekin bu hol ham orqamdan to'xtamayapti. Shuning uchun hozir mana bu yerda bir o'zim temirimni eritib olsam, bitta qalqon bilan zajikalka yasab oladim. Xo'sh, bu narsalar orqali biz yaxshi himoyada bo'lishimiz mumkin. Sababi ayniqsa qalqon orqali uning arbaletidan himoyalanishimiz mumkin. Hozir suvda sussam, u asta sekin kelaveradi ekan, uni aldaymanda o'zimga kerakli narsalarni yasab olishim kerak. Bir joyda to'xtab qolmasligim kerak, eng muhimi. Takma zajikalka uchun bitta flint olsam bo'ldi. Qani. Ana chiqdi flint. Qani ketib qochishimiz kerak. Juda ham tez yetib olyapti do'stlar. Endi uni aylantirish yo'lini o'ylab topish kerak. Xo'sh, mana shu yerga qochamiz. Qani kelaver. Uni aldab-so'ldab aylantirmasak bo'lmasam bu orqamizdan qolmaydi. Do'stlar, agar bu bizga yaqin kelsa, o'sha biz tamomiz. Chunki bu juda kuchli himoyalangan. Ayniqsa arbaleti bilan bizni qoqib tashlashi mumkin.
Juda uzoqroqqa bora olamiz. Bizga hozir daraxtlar kerak. Va do'stlar, hozir peshkamizda uje temir pishib qolganini qani ko'ramiz. U bot yetib keladi, shuncha tezroq qochish kerak. Va undan tashqari bu yerda kechqurun bo'ldi, shu monsterlar ham spam bo'lishni boshladi va bizda endi 3 tomonlama hujum, ayniqsa skelet va zombilardan hujum bo'lishi mumkin. Endi biz uchun haqiqiy muammo paydo bo'ldi. Hozir bizda bironta bir yotoq topib uxlashimiz kerak, bo'lmasam muammoimiz yanada ko'payadi. Bundan tashqari maqsadimizga erisha olmaymiz. Shuning uchun tezroq buni yetib kelishini qadasini qochish kerak. Qoch. Tezroq divan topish kerak. Buni hozir uzoqlashtirmasak bizani tinch qo'ymaydi bu. Hozir Vestak mashaga qo'ysak, demak birinchi navbatda zajikal yasashimiz kerak. Orqamizda уже yetib bo'ldi do'stlar. Tezroq qalqon yasashimiz kerak, bo'lmasa ulgurmaymiz. Vaqt ulgurmadi, nimalar yasayapman men. Qoch. Ulgurmaymiz, qoch. Kelib qoldi u. Aldab kelmasa, bu bo'lmasa orqamdan qolmaydi. Tezroq mana bu yerga qaytib qo'yib olishimiz kerak. Qayerda ham olib bo'ldik. Yana bir joyga qo'yish kerak. Hozir yaqin atrofga qo'ysam, bu yana tutib oladi meni. Demak, mana shu joylarga qo'ysam, qochish so'rovlar qoch tez deb bo'ldi. Demak, shu joyga to'xtaymiz va birinchi navbatda qalqon yasab olamiz. Va yana tezroq Vestakni olamizda qishloqqa qarab yurishimiz kerak. Hozir tong o'tguncha bu bilan kurasha olmaymiz. Mana qishloqqa ham yetib keldik. Endi tezroq uyga kirib dam olish kerak ertalabgacha. Ertalab ham bo'ldi. Endi mana bu yerdan tak olsak, yetib kelib qochish kerak. Hozircha ulonim to'la, aslahalarim bor. Endi kurashmasak bo'lmaydi. Qani endi let's go. Olg'a. Qani ozgina qoldi. Hozir yengishimiz kerak. Ikkinchi marta bo'ladi agar hozir yengsak. Qani va nihoyat o'ldirdik. Endi bemalol qishloqda kerakli resurslarni yig'ib olsak bo'ladi. Xo'sh, bularni olamiz. Keyinchalik Vestakka maydalab qo'yamiz. Ajoyib nonlarni oldik. Bu nimasi? Bu juda tez yetib keldi, qochish kerak. Jonim juda kam. Ularni to'ldirish kerak. Bu qanaqasiga kutilmagan vaziyatda kelib qoldi. Hozir shu uy orqalariga ham o't olsam, mana shu joyga o't olib, juda tez yetib kelyapti. Tezroq mana nonni yozsam. Aha. Xo'sh, ularni to'ldirmasam bu mana qoqadi. Tezroq qochish kerak. Juda tez yetib kelmasa, albatta o'tishni. Ketdi. Qani endi jang qilish vaqti keldi. 3-marta o'ldirsam shu bilan maqsadimga erishaman. Qani. Yo'q, qochish kerak. Ularni yetarlicha emas. Hozircha qochdik. Endi hozir bo'limni o'ldirib o'zimizga kuchliroq qurol yasashimiz kerak. Qani. Let's go. Kelmayaptimi? Nimalarni olamiz va o'zimizga kuchliroq qurol yasashimiz kerak bo'ladi. Tak, bolta yasaymiz va osta qilib olsak, demak hozir oltindagi qaranglar 7 atak, buniki 9 atak demaychi. Demak kuchliroq endi jangga kirishimiz mumkin. Tak, ana kakras kelyapti. Hozir endi buni qulayroq joyga taklif qilamiz va endi urishni boshlaymiz. Ana let's go. Agar 3-marta o'ldirsam maqsadimga erishaman. Ana let's go. Qochishni ko'p paytlar biz undan qochadi, lekin oxirida o'zi qochyapti. Orqaga qarab qo'yishni qadar. Qanaqa qochyapsan? Qani. Oxiriga so'radish va nihoyat o'ldi. Va nihoyat videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan hamda o'ynaman bo'ldim. Ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar do'stlar. Xayr do'stlar.